Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz muxlislari. Men jurnalist Jamila Haydarova. Siz azizlarim bilan kanallarimiz orqali yana sog' va salomat holda diydor ko'rishib turganimdan mamnunman. Xayol bolalik tomon yetaklaydi. Maktab partasi, qadrdon sinfdoshlar, biroz chalinmay tur qo'ng'iroq. Padarimiz kabi ulug', volidamiz kabi buyuk insonlar saboq berishyapti. Qo'limdagi qalamim oq qog'oz yuziga boshim egib, ana shu qaynoq qalbli, sabri bardoshli insonlarning matonatini shunday muhrladi. Ustozlar, maktab irur, muqaddas dargoh, holimizdan hamisha ogoh, doska sari chorlaysiz goh-goh. Padar kabi ulug'siz ustoz, volidadek buyuksiz ustoz. Kelayapsiz parta oralab, o'rgatdingiz saboq saralab, qat'iyatla qildingiz talab. Padar kabi ulug'siz ustoz, volidadek buyuksiz ustoz. To'polonchi bo'lganimiz rost, kechirdingiz onalarga xos. Chalinmay tur qo'ng'iroq bir oz, padar kabi ulug'siz ustoz, volidadek buyuksiz ustoz. Dunyo ekan bo'lar keng va tor, zulmatlarning ziyolari bor. Sizga sodiq bo'lmasak bu or, padar kabi ulug'siz ustoz, volidadek buyuksiz ustoz. Oddiylikdan bunyod bo'lganim, boshimizni silab turganim, sizi savoblarga to'lganim. Padar kabi ulug'siz ustoz, volidadek buyuksiz ustoz. Azizlar, biz ota-onalar farzandlarimizning baxt kamoli uchun ana shu insonlardan bir umr qarzdormiz. Ustozlarimiz sog' va salomat bo'lishsin.